konularning qo'lni yuvsa qo'l qo'pib egilib so'zlab putni yupdi yo'q put emas yuzni yupdi deydigan gap bor. Shunga o'xshash siz qo'l biz put emas biz yuz yo'q. Yani demakchi kanalni ham ballab qo'ying a'zo bo'ling demakchi-da. Yaxşımısınlar dostlar, men Dostonlar Akram. Biz bugün After Effects tüzünemiz. Yani After Effects'te şarkı o'xshash, püydülüp, yoğunab, etilgan holatdagi logo yasash tüzünemiz. Unda olsa dersimiz başlansın. After Effects ochgandan keyin New Composition'da biz sharqiliq yangi bir mashg'ulot ko'zini kechib olamiz. Sol taraf ostidagi New Composition'da biz sharqiliq yangi bir mashg'ulot ko'zini kechib olamiz. Echilgan har bir mashg'ulot ko'ziga o'zingizlar xohlagan ismni qo'yib olsanglar bo'ldi. Men bunga logo yozib oldim. Ustidagi hujjatlar qismidagi ishlamoqchi bo'lgan logoni ostidagi mashg'ulot ko'ziga tashlaymiz. Ostidagi logoni tanlab knopka taxtasini asli bosimiz echilgan ko'znakdan logoning cho'ng kichikligini tanishib olamiz. Ana mashg'ulot ko'zligini bosib o'tgandan keyin ust tarafdagi logo yozilgan mashg'ulot ko'zligini ana mashg'ulot ko'zligining ichiga tashlaymiz. Mousening o'ng taraf knopkasini bosish orqali ochilgan ko'znakdan New va Silent tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan keyingi ko'rinishning rangini tanishib olamiz. Effects qismiga kelib ramp yozimiz ostida chiqqan gradient rampni ilib keyingi ko'rinishga tashlaymiz va ust tarafdagi o'xshash mashg'ulot qilamiz. Mashg'ulotni kelishib qo'ygan bikin izimiz va laqishda pattaqishda pesh qilasiz emas. Keyingi ko'rinishni logoning ostiga ilib olgandan keyin ozroq tanishib olamiz. Logoni tanlab o'tgandan keyin Effects qismiga CC Lens yozimiz. Ost tarafda chiqqan CC Lensni ilib logoning ustiga tashlaymiz va ust tarafdagi o'xshash mashg'ulot qilamiz. Tavarballah. Tavardın etuvaballah. Maderesini kömügen kallısı da ya hada gitip kaldı. Yürekte deduvaballah. Ostidagi logoni bosib o'tgandan keyin knopka taxtasini e'ni bosimiz va ust tarafda biz qilgan mashg'ulotlarning yan tarafdagi mashg'ulot ko'zligidan nuqta holatga kelganligini ko'ramiz. Nuqtalarning hammasini tanlab o'tgandan keyin knopka taxtasini F9 ni bosamiz. Üst tarafdagi grafik editorni bosimiz. Ochilgan ko'znakdan ost tarafdagi grafik tanlash deganni bosimiz. Ochilgan ko'znakdan speed grafikni tanlaymiz va ustidagi o'xshash mashg'ulot qilamiz. Takımı dehşet, vahşi, acayip derslik gelsin desene Zeyna. Kanalını kollab, kuvvetlab, haberlab, hodiganni besib kim bassanız vahşi derslik etemezsin.
Logoni tanlab Ctrl D'ni bosish orqali ko'paytirib olamiz va ko'paytirilgan qismni Ctrl Shift D'ni bosish orqali kesib olamiz. Kesilgan qismning ostki tarafdagini yuvayotgandan keyin ostidagi logoni tanlab Ctrl Shift D'ni bosish orqali kesib olamiz va buning ustidagi kesilgan qismni yuvib o'tamiz. Ustidagi logoni tanlab knopka taqsidan ini bosimiz ochilgan ko'znakdan CC lensni yuvib o'tamiz. Effects qismiga kelib piksel yozimiz ostida chiqqan CC pikselni ilib ustidagi logoga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Masalati tanshab bo'lgandan keyin Effects qismiga Simple yozimiz ost tarafdagi Simple chokerni ust tarafdagi logoga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Ustidagi logoni tanlab Ctrl D'ni bosish orqali ko'paytirib olamiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Ctrl-ni bosish orqali qush logoning hammasini tanlaymiz va mousimizning o'ng taraf knopkasini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan Pre-Compose-ni bosamiz va ochilgan ko'znakka o'zimiz xohlagan ismni qo'yib olsak bo'ladi. Hujjatlar qismiga kelgandan keyin ost tarafdagi New Composition-ni bosish orqali yangi bir mashg'ulot ko'zini kechib olamiz. Mousening o'ng taraf knopkasini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan New va Silent tanlaymiz. Effects qismiga fill yozimiz ost tarafdagi fillni silentga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Effects qismiga vanishing yozimiz ost tarafdagi vanishing blindnessni silent qismiga tashlaymiz va ust tarafdagi o'xshash mashg'ulot qilamiz. Ana mashg'ulot ko'znikiga qaytib kelgandan keyin ustidagi hujjatlar qismidan boyaqi biz mashg'ulot qilgan Reflection ismidagi mashg'ulot ko'znikini ostiga tashlaymiz. Reflection qismiga kelib ustiga o'xshash tanishib olgandan keyin ana mashg'ulot ko'znikiga qaytib kelamiz. Effects qismiga kelib Turbulent yozimiz ostida chiqqan Turbulent Displays'ni Reflection'ning ustiga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Effects qismiga Wipe yozimiz ostida chiqqan Linear Wipe'ni Reflection'ning ustiga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Yana Effects qismiga CC Lens yozimiz ostidagi CC Lensni ilib Reflection'ning ustiga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz.
Şu şirin sözümde bir kara buldum ben. Yar seni oyla. Astidagi logoni ustiga olgandan keyin reflectionning o'ng tarafidagi nonni bosimiz ochilgan ko'znakdan alfa matni tanlaymiz. Ustidagi logoni tanlab Ctrl D ni bosish orqali ko'paytirib olamiz va ustidagini eng ostiga olib olamiz. Sol tarafdan ko'zni ochayotgandan keyin reflectionni tanlab knopka taqsini T ni bosamiz va opacity qismini 12 qilib olamiz. Ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Yar seni oyla. Lap lap. Qaraysan ko'zimda. Lap lap. Sehir var özünde. Lap lap. Ustidagi logo qismini tanlab o'tgandan keyin eng ustdagi xat yozish qurolimizni tanlaymiz va berilganga o'xshash xatimizni yozib olamiz. Xatni tanlab knopka taqsini seni bosish orqali mashg'ulot tugiga o'xshash moslashtirib olamiz. O'ng tarafdagi 3 holatni tanlab o'tgandan keyin xatning ochilish holatini tanishib olamiz. Vay canım vay. Başında kala bakıyormuşsun. Kanalda tak bir de eze oluyor tamam tamam. Tanishib bo'lgandan keyin xatni tanlab Ctrl Shift D ni bosish orqali kesib olamiz va ostidagi kesilgan qismni yuvib o'tamiz. Ust tarafdagi xatni tanlab eng ost tarafga kelib olamiz. Üst tarafdagi hujjatlar qismiga kelib logo anima, ya'ni harakatlantirilgan logo qismini tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan logoning harakatlangan holatini ozroq tanishib olamiz. Ana mashg'ulot ko'znikiga kelib logo anima harakatchan logo qismini Ctrl D ni bosish orqali ko'paytirib olamiz. Ostidagi tanlab mousening o'ng taraf knopkasini bosimiz ochilgan ko'znakdan rename, ya'ni ismni o'zgartiramiz. Ostidagining ismini shadow, ya'ni soya deb o'zgartirib oldik. Bu ustidagininki soyasi bo'ldi. Shadowni tanlab knopka taqsini S ni bosimiz va cho'ng kichiklikni tanishib olamiz.
Effekt qismiga fil yazımız astidagi filni shadowning ustiga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Yana effekt qismiga fast yazımız astidagi fast box blur deganni shadowning ustiga tashlaymiz va ustiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Astidagi shadowni tanlab konib tastini asna basamiz va soyaning cho'ng kichikligini ozroq taqshib olgandan keyin ko'rayotganlaringdek bugungi darsimiz mana shu yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalga a'zo bo'lishni va hamma xilashni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.